Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Vayzorvis YouTube kanali. Sizlar bilan men bugun A18 erpini qanday qilib olmishisiga olishni o'rganamiz. Ya'ni men sizlarga aytaman, nimalar berishi va qanaqa orujalarga skin yoki mitiklar kelgan. Buning uchun erpaga kirib, birinchi kiyim legendar kamida o'sha yaxshi yashil kiyim va hech kimga qiziqmas bo'lgan va hech kim o'ynamaydigan menimcha M-Command quroli bir tiyinga qimmat menimcha. Bu samolyotga skin ekan. Shu yublayga mos skin va shlemga skin. Bu ham shu yublayga mos juda yaxshi rang-barang skin. Endi bu GS9 quroliga skin bu. Bu ham xuddi yublayga mos, boyagi samolyot, kaskalarga mos skin. Endi 40-levelda erpini, Royal Passni bizni mifik kiyimlarimiz bu. Va biz kutmasak ham bo'ladiganday qizlar uchun kiyim. O'zi PUBG faqat qizlar uchun kiyim chiqaryapti. Endi 50-erpida Legoga o'xshagan MP5 quroliga skin emas, kilchat. Mana full darajasidagi bu shu narsasi, bu kilchati, bu pistolet, R45 quroliga qizil va bu nima avtobus ekan bu. Shu rondo kartasidagi avtobusga skin. Bu birinchi avtobus uchun skin bu. Hozir ochib olsin. Mana yaxshi qizil, ham yublayga mos, hammasiga mos bu. Hozir turnirlar bo'lyapti rondo kartasida, yaxshi shu skinga bo'ladi. Bu emotsiya ekan, mifik emotsiya. AUK quroliga skin bu. Masalan, menga AUK quroli yoqadi. O'zim o'ynayman. 406 yo'q bo'lgan payti. Endi bu 100-darajadagi kiyimi emotsiyasi bilan ko'rsatib beryapti bizga. Va mana buni menimcha Joker qilsa ham bo'lardi. Qaysidir bosib bo'lmadi, qaysi edi? Kerochi qani edi? Bo'lmadi kerochi. Bo'la olmadi. Endi mana shuncha ma'lumot berdim erpa haqida va endi erpani kimlar ola oladi? Erpaga bosib olamiz va mana A sezon turibdi. Mana A, boshqalar M, S boshlangan bo'ladi. Mana A sezondan boshlab erpa olmaganlar ola oladi faqat. Mana men ham bir marta 16-unda olib qo'ygan ekanman. Olmaganimda hozir olgan bo'lar edim 60 ga. Lekin 60 ni o'zini qaytarib beradi. 360 yoki undan ko'p qaytarib bermaydi. Faqat 60 qaytarib beradi. Unda ko'p narsa kutmanglar. Keyin bu kim uchun qiziq, kim uchun qiziqmas bilmadim, lekin meni bu birinchi videoyim, shu uchun obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar. Hammaga ko'rgani uchun rahmat.